Shuning uchun aytilar ekan, diqqat qilinglar. Musulmonga o'zini holidan shikoyat qilgan odam Allohga shikoyat qilgandek bo'ladi. O'zini holidan kofirga shikoyat qilgan odam Allohdan shikoyat qilgan bo'ladi. Chunki musulmonga shikoyat qilsangiz nimani gapiradi u? Birodar, Allohning taqdiri deydi. Alloh shuni sizni shu narsa bilan sinayapti ekan deydi. Berganda rozi bo'lganmidingiz? Endi olib qo'yganda rozi bo'ling deb turib Allohning so'zini eslatganligi uchun musulmonga holizdan shikoyat qilsangiz, go'yoki Allohga holizdan shikoyat qilgan bo'lasiz. Agar Allohni tanimagan kofirga shikoyat qilsangiz, Allohni bergan kunidan bandasiga shikoyat qilayotgan bo'lasiz. O'zi umuman bandasiga shikoyat qilishi yaxshi ish emas o'zi. Jay namozda to'kib olsangiz, Allohni o'ziga aytib bo'ladi. Endi baribir sabab bordir, ro'paringizda odam turadi, shunga dardlashga to'g'ri keladi.